Aslo halol mehnat qilayotgan otangizni kasbidan uyalmang. Etikdo'zmi, mardikormi farqi yo'q. Ba'zi insonlarni ko'ramiz, kichkinagina mansabga o'tirib qolsa ham o'zini butun dunyoni hokimi deb tutib boshlaydi va odamlarni mensimay boshlaydi. Ayniqsa qo'l ostida ishlaydigan oddiy xodimlar, farrosh bo'lsin, bog'bon bo'lsin, qorovul bo'lsin yoki haydovchi bo'lsin, shularni kamsitib mensimaslikni boshlaydi. Mana shunday oddiy mehnat qiladigan insonlar farroshdir yoki obodonda ishlar, yo'l tozalaydigandir, ustadir, elektrikdir yoki hammol, yuk ko'taruvchidir, mardikordir, farqi yo'q. Birodarim, aslo o'zingizni qilayotgan halol mehnatingizdan or qilmang. Aslo uni kamsitib undan nolimang. Siz ba'zi bir o'sha kichkinagina mansabga o'tirib harom yeyishdan tap tortmaydigan insonlardan ancha ustun turasiz. Ishonmaysizmi? O'qib beraman, eshiting. Kasb hunar, mansab aslida tirikchilik uchun, mas'uliyat uchun, rizq topish uchun kerak, faxrlanish uchun emas. Modomiki rizqingizni haloldan topayotgan ekansiz, bu halol kasbingizdan uyalmang. Aksincha, boshingizni baland ko'tarib yuring. Kiyimingiz chiroyli bo'lsa-yu, ammo yeyishingiz harom bo'lsa, mana bu ayb bo'ladi, uyalishga arziydi. Qavariqqa to'la mehnatdan, halol mehnatdan qavarib ketgan kaftlar azizlikdan, sharafdan guvohlik beradi. Moydan qoraygan, kir bo'lgan qo'llar dankasalikdan omonlik beradigan chekdir. Ya'ni qo'lingiz moydan yoki tuproqdan, mehnat orqali kir bo'lgan bo'lsa, bu sizni dankasalikdan qutqaryapti. Kasbingiz halol ekan, undan aslo uyalmang. Otangiz oddiy ishda ishlasa, ammo kasbi halol bo'lsa, bundan aslo uyalmang. Aksincha, uni boshingizni ustiga qo'ying. Sizga halol rizq keltirayotgan bu qo'llarni har kuni o'ping. Ayniqsa farzandlarga tegishli aziz farzandlar, o'qishdami, ishdami, maktabdami, universitetdami aslo halol mehnat qilayotgan otangizni kasbidan uyalmang. Etikdo'zmi, mardikormi farqi yo'q. U inson sizlarni boqaman deb halol mehnat qilyaptimi, bundan faxrlaning. Chunki bu gaplarni mana bu kitobda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan maktublarda yozilgan. Rasulullohdan maktublar. Bir varaqlab chiqing.